Obunachlar, bunaqasidan bor. Mana. Toza 7-8 oylikdan o'tgan bo'g'ozimiz. Bo'ylari 35-40 ga tortadigan joylari. Orqa oldilari. Hamma tuyoqlarni ko'rsatib beramiz. Kasal bo'lsa, yeyishda, ichishda sog'lig'i bo'lsa, o'rnida qaytamiz. Mol o'rnida qaytib olinadi. Mana olamiz. Bunisiga navbat yetugidan so'raganlar bo'lsa. Obunachilar, buni ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa, idishimiz nima deyapti? Bir haftani atrofida deyapti, xudo xolasa. Mana bo'ylari buniki bilan unikini solishtirib ko'ramiz. Mana bir xil pashti 35-40 ga tortadigan joylariga bemalol. Mana ustuvoshlarini bemalol orqa oldilari yo'q. Mana sizlarga 4 joyda bo'laman. Mana mana 3 yilin yoki 2 yil emas. Mana hammasi vorillab turibdi. Mana hammasi yaxshi. Bitta xudo xolasa yomoni yo'q. Mollarimiz aloqa chiqarishlar pulida yoki yoshini so'raydiganlar bo'lsa, og'zingizni ochib qo'ying. Yoshida so'raydiganlar bo'lsa, ishqibozlar bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Pastdan umarlar qollar. Og'iz akam aytib beramiz, 93-320 780 aloqa chiqarasizlar. Mana keyingisiga navbat. Ola qora. Mana 4 joyda bunisi ham bo'g'oz. Oyoqlarda kasal yo'q, hammasini. Mana bunisiga navbat. Bizim yetuk mana. Nima deyapti bunisi? Nima deyapti? İşqibozlar bo'lsa, aloqa chiqarasizlar bunisini. Deb bunisiga o'tdik. Buni ham bo'ylari 35 pluslar bilan xudo xolasa. Mana. Pastli hammasini bir xilda mana. Qaranglar. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Ash kattadan tashqari bunday standart bo'ylari. Mana. Buni bo'yi qancha chiqsa shuncha shunday 2 sm yoki 1 sm ko'p yoki oz bo'lishi mumkin. Bunisiga navbat. Voy. Idishga necha baho? Aka-ukalar. Nima deyapti idishimiz? Ko'rganda bir donadan lakni bosib beradigan arziydimi? Xudo xolasa arziydi. Bolachasi novvoscha. Buni ham bo'yi shunaqa 35-40 ga tortadigan joylarga. Mana. Ishqibozlar bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Bunisi ham tuqqan. Tuqqan. Tuqqan ekan bunisi, tuqqan. Xolasa obunachilar. Bolachasi. Novvoscha buniki, xudo xolasa. Hozir kamerada bo'ylari kichkinaroq yoki kattaroq ko'rinishi mumkin. Kelib, bunday mollarimizni ko'rib sanayni boshqacha yurmaydi. 1000 marta eshitganman, 1 marta ko'rgan afzal deydi-yu. Mana. Xohlasa yilgiga kelib qoldik. Bo'ylari 150-55 ga xudo xolasa bemalol tortadigan joylariga. Mana kameramiz ham, tuyoqlar ham zo'r rasolyapti. Mana. Chekalar, tavsiya qilaman Masimolda. Rossiyskiy semental. Shoxlar ham zakasnoyda. Zakasnoy. Da so'raylar bo'lsa. Pul 54 million so'm, chichagina kami bor. Bolasi, buni bolasidan ekan. Men shu yerdaman. Bolasi shu. Bunisiga navbat.
yangi tuqqanlardan so'raydiganlar bo'lsa. Idish. Nima deyapti ukalar? Bo'ylari buni ham shunaqa 35-40 tortadigan. 30 plyusga olaveradi. Hamma olamiz. Bitta mashina tashar, hamma olamiz 30 plyusga olaverasizlar. Ay buni sizga navbat. Nima deyapti ukalar? Bolasini ochib ko'rsatamiz. Men bo'ylari 30 plyusga olaverasizlar. Nima deyapti ukalar? Ko'rganda voy mashalloh deydiganlarni. Shunaqasida. Bunisiga mana kattasini so'raydiganlar bo'lsa, bo'ylari buni ham 40 plyusga olaverasizlar. 40 plyusga. Mana. Ko'rishim mumkin. Yalanlari mincha basta, mana shuncha bemalol mahkam sog'ib, keyin bo'lib ham yallar tosh balon yoki qattiq emas. Shunday ishsiz, shunday chiqadi 10 da. Xohlasa tevalardan ko'rsatib beramiz hamma molimiz. Bemalol tashrif buyurishim mumkin. Ukalar tavsiya qilib qolamiz. Obunachi shu molimizni bolasini ko'rsatmabmiz. Xohlasa ko'rsatib ketamiz hozir. Bolasi ham ancha puli ko'tarilgan bo'lib qo'ygan. Mana. Bolasi xunajin. Ajin bolasi. Turinchi. Ana. Oyoq qo'lida yeyishda, ichishda bolamiz sog'lom bemalol. Nosog'lom bas xudo xolasa. Bemalol kelganingizdan keyin sizlarga xudo xolasa sizlarda haligi kam ko'zlaring bo'lsa-da, molda bolasini ovoz bo'lsa, 15 ta tuti bo'lsin, puli yengroq bo'lsin deganlarga xudo xolasa unaqalari ham bor. Unaqasidan ham bor. Firma boblari, ro'zg'or boblari dan ham bor. Ukalar tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa yangi kelgan bolalarimizni ham tafsilotini bilib, sizlarga uni ham xudo xolasa chiqarib beramiz.